Doniyor Kayumov bilan Kim u? boy Doniyor kim? Tradingda katta pul oqqizganman shu uchun. Men tradingda omadim kelmagan. Men neudachnik bo'lganman tradingda. Qimorda to'g'risini ayting, siz yutgansiz, siz zanos ushlagansiz, lekin o'sha pulni to'g'ri hashla olmagansiz. Ayb sizda, to'g'ri hashla olmadingiz va u pulni chiqarib boshqa kazinoga depozit qilib yutkazib yuborgansiz. Yoki 9 million zanos qilib 10 million qilish maqsadida 9 million yutkazib yuborgansiz. Doniyor 20 ming dollar nima qildingiz? Xalqqa beraman deyapti o'zizcha, qoram puli kerak emas deb. eng katta yutqizgan summangiz qancha bo'lgan? Bir sutkada 15 ming dollar. Bir sutkada 15 ming dollar. Alkogoliklarni tushunish uchun alkogolik bo'lib ko'rish kerak. Narkomanlar tushunish uchun narkoman bo'lib ko'rish kerak. Qimorbozlarni tushunish uchun men qimorboz bo'lib ko'rdim. Yoshlarga beradigan maslahatingiz? Qimor o'ynamasin birinchi o'rinda, chunki hozirgi kunda 15-14 yoshli bolalar ham 1 million 2 million zanos qilganidan xursand bo'ladi. Men 14-15 yoshligimda qimor degan narsaga tushunchaman bo'lmagan.